Azizlar, barchangizga xush kayfiyat tilab dasturimizni davom ettiramiz. Biz endi sizlarni ko'rsatuvimizdan o'rin olgan tashrif sahifasini ko'rishga taklif etamiz. Unda siz jurnalist va shoir Abdunabi aka Boyqo'ziyev bilan uchrashasiz. Yurtim, seni yashartirib yashasam, mehrim unsa har bir maysa giyohda, qancha suysam, qancha kuysam, shuncha kamdir, shuncha kamdir, shuncha kam. Yurtim, ko'zim, yoshing artsam, yashartsam, vola bo'lib qolsam volang o'zim ham, seni suyib quchog'imga aylab jo, ko'zing bo'lib, ko'zingga nur qo'sholsam. Ijodkor yoshligida shu yurtini yashartirib, gullatib yashasam deb orzu qilib yashaydi. Tasavvurida qanaqadir shu yurtini bir juda bir rangin nimalarda ko'rib yashaydi-da, orzu qilib yashaydi. Men endi mana shu she'rim o'sha orzular nimasida tug'ilgan she'r edi. Yoshlikda katta bo'lsam hofiz bo'laman, Ma'murjon Uzoqov, Jo'raxon Sultonovlardek bir zo'r hofiz bo'laman deb orzu qilardim. Shu hayolimda katta ashulalar aytib, shu odamlarni bir sel qilib oqizib yuborayotgandek tasavvur qilib yurardim o'zimga. Jurnalist bo'lsam, jurnalistikaga keyin ketdik. Va albatta endi o jurnalistga ham ijodda bir dastlabki pog'onalari sifatida meni shu she'riyatga olib keldi. Endi bolalikda bugun bir varrakka o'xshataman. Osmonda parallab uchib turibdi. Shu qiziq holatga ketib ham qolmaydi, bir sen o'zing yetib ham bora olmaysan-da. Shu armon bo'lib parallab varrakdek uchib turaveradi, hayotingni bir qayeridadir. Shu bir she'rim yozgan edim. Bolalik varrakdek olis mardona, yo uzib ketolmas, yo kelmas yaqin degan. Odam hayotida hech qaysi davri shu yoshlik ko'chalarida kezgan davrdagidek zavqli bo'lmaydi. Yoshlik ko'chalari bir xatolarga, adashishlarga, iztirob, muvaffaqiyatsizliklardan iborat bo'lishi ham mumkin ko'p ko'chalar. Lekin borib ana shu ko'chalar ham sening uchun bir qanaqadir bir armon bo'lib qolar ekanda. Hayotingda bir yonib turaveradigan bir tuyg'uga aylanib qolaverar ekan. Shu bir she'rim yozgan edim. Yoshligim, endi sen qaytmaysan. Yo'llarim ayro, ko'zlaring mungranur ketguncha. Yoshligim odil vayron, senda o'tkinchi ya, menda o'tkinchi. Hey, balolarga qildim giriftor, sha'ni shavkatlarga seni savurdim. Garchi yozg'irmaysan, bana ginang bor, o'zimni ko'zingda gunohkor ko'rdim. Hayro yoshligim, vido yoshligim. Shu men yoshligim oldida o'zimni bir gunohkor his qilaveraman doim. Qanaqadir shu hozirgi bir mana bu yil yoshlar yili shunday bir nimada yoshlarga bir narsa aytkim keladi. Shu yoshlikda qanaqadir ehtiyot qilish kerak ekanda, uni bir har bir daqiqasidan, har bir minutlaridan bir unumli foydalanib o'tkazish kerak ekan, shu isrof qilmaslik kerak ekan degan bir tuyg'u meni hayolimda turaveradi. Ijodkor qilib turgan narsa uni tuyg'ulari.
ijodkorning tuyg'usi ana shu asarda yuragida, tomirida oqib turgan qonimikin deb tasavvur qilaman-da. Endi asarda asar qiladigan narsa ham o'zi asli mana shu tuyg'u. Agar o'sha rangin tuyg'ulari bo'lmasa, ijodkorning u yozgan narsasi bir zerikarli bir narsaga aylanib qoladi. Endi ijodda tuyg'u qanchalik beg'ubor bo'lsa, ehtirosli bo'lsa, menimcha bir shuncha zavqli o'sha asar. Ijodkor tuyg'udan ajralib qolgan kuni u ijodkor sifatida mening nazarimda tugaydi. Ijodkorning umri tugaydi. U ijodkorman deb yuraverishi mumkin mening nazarimda. Lekin u o'sha tuyg'udan ajralgan kuni u ijodkor emas endi. Uni baribir har bir ijodkor o'zi o'ylab ko'rishi kerak. Men endi ana shu tuyg'udan bir ajraladigan kunimni bir qo'rqib tasavvur qilaveraman, qo'rqib yashayman ana shu kundan. Sog'inch Halima Ahmedova degan juda ham bir talantli shoira bor. Shu Halimaxon bir kuni Abnob aka, siz she'rlaringizda nimagadir bir sog'inch tuyg'usi kuchli, shuni sezganmisiz deb qoldi. Men unga o'zim e'tibor bermagan ekanman. Keyin bir nazar solib o'zim ham xursand bo'ldim. Shu she'rlarimdan o'sha narsani ayirib ko'rsam, bu bir oddiy narsalarga aylanib qoldi. Kosmonavtlar kosmosga chiqqanda bir ranglarni sog'inib qolar ekan. Bu ham sog'inch. Endi sog'inch turi ko'p. Vatan sog'inchi, yurt sog'inchi, ota-ona sog'inchi, jigarlar sog'inchi deymiz. Istiqlol sog'inchi. Yurtda erki, shu ona tilimiz davlat tili bo'larmikan? Vatanimiz mustaqil bo'larmikan? Bir O'zbekistonda bir mustaqil davlat, mamlakat deb ayta olamizmikan degan sog'inchlar bo'lar edi bizda. Beadad shukr o'sha kunlarga yetdik. Mamlakat mustaqil bo'ldi. Hozir endi buyuk mamlakat bo'lamiz deb harakat qilib boryapmiz. O'sha kunlarda yozilgan bir she'rim ham bo'lardi, agar ijozat bersanglar o'qib beraman. Uni endi sog'inch deb atalgan, lekin aslida o'sha mustaqillikni sog'inilgan o'shanda. Mustaqillik nazarda tutilar edi. Bu she'r mana shunday edi endi. Sen yo'g'ingda bizning ko'cha sog'indi seni, dovdaraxtlar ketdi ichkib, ko'tara olmay hijron yukini, simyog'ochlar qoldilar cho'kib. Yo'ling poylab qushlar sayradi, tentiradi soylar telbavor, loylar kechib bahor oylari yig'lab o'tdi senga intizor. Meni qo'y, meni qo'y, qo'ya ber meni, ichmadim daraxtlar kabi simyog'ochday cho'ka bilmadim, sayra olmadim qushlar singari, loylar kechib bahor fasliday hun yig'lab o'ta bilmadim. Men qo'ya ber meni, ko'chalarim sog'indi seni. Mustaqillik shunday